Men koloristman. Bu 4 ta narsa ba'zi klientlarda meni asabimni buzadi. Birinchisi, ish jarayonida juda ham ko'p savol berilsa. Masalan, aniq uddalaysizmi? Qalay yaxshi chiqyaptimi? Qachon tugatasiz? Sababi bekordan bekorga konsultatsiya qilinmaydi. Aynan shu vaqtda sizni sochingiz tarixini, sizni istagingizni va kutilayotgan natijani batafsil muhokama qilib bo'lgan bo'lamiz. Ish boshlangandan keyin esa meni fokusim faqat sizni sochingizda bo'ladi. Ikkinchisi, Instagramdagi filtr qilingan rasmlarni natija sifatida talab qilmang. Har bir sochning sifati har xil bo'ladi. Tabiiyki, natija ham individual bo'ladi. Uchinchisi, narx ustida tortishmang. Agar narx etilgan bo'lsa, demak, bu ish uchun material, tajriba, vaqt hisobga olingan bo'ladi. To'rtinchisi, kolorist etilgan tavsiyalarni e'tiborsiz qoldirmang. Chiroyli natijani uzoq vaqt saqlanishi uchun uy parvarishiga bog'liq bo'ladi. Yaxshi kolorist va yaxshi mijoz bir jamoa bo'lib ishlashadi. Ana shunda natija ham zo'r bo'ladi.